Bir xilgi joylarda hojatxona eshigi bo'lmaydi va parda qo'yib qo'yishadi. Bu yerda temir darvoza qo'yib qo'yishgan. Undan tashqari mol fermaga ham temir darvoza qo'yib qo'yishgan qaranglar va qo'shimcha eshigiga ham qo'yib qo'yishgan. Sababi, chunki usta akamiz o'zlari darvoza yasab O'zbekiston 12 ta viloyatga yetkazib beradilar. Oilaviy narxlari arzon deb o'ylamang, chunki haqiqatda sifatli holatda qilib berishadi. Shu ko'rib turgan darvozalarning 700 ming so'mdan kvadrati 1-2 list bo'ladi, anchagina baquvvat, oyoqlarni tayi shivellar. Undan tashqari kraskasiga 2 yil garantiya beriladi va qimmat arzon darvozaga ham bir xilda yaxshi kraska sepiladi va zubur zamoylar qo'yib beriladi. Navbatdagi darvozamizga keladigan bo'lsa ham bu 2 yillik bo'ladi, anchagina baquvvat holatda chiqarib berishgan. Buni 800 ming so'mdan kvadratini qilib beraveramiz deyshadi. Navbatdagi darvozamiz anchagina baquvvat bo'lgan. Bu darvozamizni 850 ming 900 ming atrof chiqaveradi kvadrati, qani yupqaligiga qarab. Xo'p, navbatdagi darvozamizni atrofda 1,5 million so'mga sotishgan 2 qavatli bo'ladi. 2 yillikdan 2 qavatli shumkali holatda bo'lgan bo'ladi. Buni narxini 1 million 100 ming so'm qilib beraveramiz, faqat siz obunachingizga deyapti. Xo'p, bu navbatdagi darvozamiz ham chiroyli holatda 1 million so'mdan kvadratini qilib beriladi. Shu ko'rib turgan darvozalarning 3 tasi sotiladi, bittasi qo'shnilikka o'rnatiladi. Kim uyga tushib olsa o'rnatib beriladi va zakazga ham qilib berishadi.